G'opayt oldimizdan oqqan suvni qadri bo'lmay qoladi. Eshik qattiqroq yopilib ketsa ham qalbingizga darrov shikast kelaveradi, ko'zingiz birpasda g'ilqillab yoshga to'laverar ekan. Demak, onalarning duosini olishlikka bolalarga Allohim chiroyli kuch, quvvat, fahm bersin. Hech qaysisi ovora bo'lmasin, hech qaysisi. Tilladan tog'day qilib uy qurib berganda ham hech qaysi farzand onani haqqini ado etib bera olmaydi. Hech qachon payg'ambarim alayhisalom 1 soat urgan daqiqalarini qarangki so'ragin, sen mendan bir kunini emas deganlar haligi insonga ham. Opchib, hajga olib borib, haj qildirib kelgan insonga ham. Keyingi duosi qabul bo'ladigan kimsalar bular inshaalloh ustozlar bo'lar ekan. Qaysi biringizga ilmdan, Qur'ondan nafi tekkan bir kishi bo'lsa, shu kishining duosi ona otaniki bilan barobar hisoblanar ekan. Duoyimiz qabul bo'ladigan keyingi kishi bu xasta bemor bo'lar ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, kasal ko'rgani boring. Kasal ko'rgani borgan odamni oyoq izlari jannatda bosiladi dedilar. Kasallik qisqa o'tiras oldida va ketayotganda albatta duo talab qilasiz dedilar. Kasallik oldidan duosi turib bo'lmas ekan. Hatto shu mana ona boqayotgan, ota boqayotganlar ham onajon men ketib turibman, endi meni duo qilasiz deb turib duoni talab qilib olish kerak. Kasallik duosini farishtalar talashib olib ketar ekan ko'kka. Va Xudoning marhamati bilan keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu mazlum ekan. Mazlum kim? Mazlum degani zulm ko'rgan degan ma'noda tarjima qilinib, ko'zi yoshli inson borki, qalbi shikast odam borki, mazlum hisoblanar ekan. Mazlumning duosi shiddat bilan Alloh dargohiga ko'char ekan. Va payg'ambarim alayhisalom bir beva bo'lsa-ki, yetim boqayotgan, dori darmoniga yetkiza olmayotgan bir dardman bo'lsa-ki, chiroyli bir ihson berib turib, shuni haqqidan meni, ya'ni dardim bor, meni duo qiling desa, mazlumning duosini tezroq ko'tarilar ekan. Keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu musofirlar ekan. Musofirlar bizning yurtda ko'proq endi buni tan olib aytish kerak, ba'zi holatlarda mardikorchilik bilan, ustachilik bilan shug'ullanishadi. Kezi kelganda aytib ketaman, payg'ambarim alayhisalom usta mardikorni peshona terisi qurigunicha haqqini berib bo'lgan bo'ling. Bu meni ahli iymonli ummatlarimning amalidir degan ekanlar. Shunaqa xonadonlarni ham ko'ramizki, hoji otalarning xonadonida, hoji onalarning xonadonida ishlab ketib, haqqini oylab ola olmayotgan musofirlar bor. Bularni duosi ham lahzali. Duoyi bati ham lahzali. Shuni ham ogohlantirib qo'yish kerak. Va payg'ambarim alayhisalom duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, uni vaqtlariga amal qiling dedilar. Birinchisi, osmon eshiklari ochiq paytda duo qiling, qabul bo'ladi dedilar. Qachon ochiladi osmonning eshiklari yo payg'ambarim alayhisalom deb so'rashganda, qorminam yomg'ir yog'ayotganda dedilar. Payg'ambarim alayhisalom yomg'ir yog'sa-da tiz cho'kib duoga o'tirar ekanlar. Chunki har bitta tomchi yomg'irni olib tushgan farishta o'rniga bir musulmon duosi bilan qaytib chiqib ketar ekan. Keyingi duo qabul bo'ladigan vaqt muborak juma kuni ekan. Muborak juma kuni juma namozigacha bo'lgan duolarni farishtalar talashib ko'kka ko'tarar ekan inshaalloh. Shuning uchun imom xutbaga chiqib, to juma namoziga azon etilgunga qadar duoda bo'lib turinglar. Nimani so'rasanglar shu 1 soat ichida inshaalloh qabul bo'lish ehtimoli kuchli ekan. Keyingi duoyimizni qabul bo'ladigan vaqtlari bu tahajjud kechalari bo'lar ekan. Tahajjud namozlari bo'lar ekan. Tunda tahajjudda o'qilgan duolar qabul ekan inshaalloh. Qadr kechalari, barot kechalari, rag'oyib kechalarida duolarning qabul bo'lishiga va'da katta ekan. Payg'ambarim alayhisalom sahobalarga marhamat qildilar. Ikkita hayitning arafa kuni ummatim nimani so'rasa ato etiladi dedilar. Sahobalar ertaga hayit namoz